Test sinovlarini o'tkazish tartibi 2026-2027 o'quv yili uchun oliy va kasbiy ta'lim tashkilotlarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga kirish test sinovlari 14-iyuldan boshlanadi. Test sinovlari respublika bo'yicha O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha Davlat komissiyasi bayoni bilan tasdiqlangan binolarda o'tkaziladi. Abituriyent test sinovida ishtirok etadigan joyning geolokatsiyasi abituriyent ruxsatnomasida QR kod shaklida ko'rsatilgan bo'ladi. Test sinovi o'tkaziladigan hududga kirishda abituriyent bir nechta nazorat punktlaridan o'tkaziladi. Abituriyentlar test sinovlariga biometrik pasport, ID karta va yangi turdagi haydovchilik guvohnomasi hamda abituriyent ruxsatnomasi bilan kelishi shart. Pasport nusxasi va boshqa hujjatlar bilan kelgan abituriyentlar test sinovlariga kiritilmaydi. Abituriyentlar test sinovi o'tkaziladigan hududga telefon, kalkulyator, quloqchin, soat, lug'at, shpargalka va shu kabi turli vositalarni olib kelishi taqiqlanadi. Agar abituriyentda taqiqlangan vositalar aniqlansa, dalolatnoma tuzilib, test sinovlaridan chetlashtiriladi. Test sinovi o'tkaziladigan binolarga kirishda video fiksatsiya qurilmalari orqali abituriyentning shaxsiga aniqlik kiritiladi. Video fiksatsiya qurilmasidan o'tganda shaxsi tasdiqlanmagan abituriyent Ichki ishlar vazirligining shaxsni identifikatsiyalash qurilmalari orqali tekshiriladi. Unda ham shaxsi tasdiqlanmagan abituriyent tegishli surishtiruv natijasiga ko'ra dalolatnoma asosida test sinovidan chetlashtiriladi. Test sinovlari 2 smenada o'tkazilib, birinchi smena 8:00 da, ikkinchi smena 15:00 da boshlanadi. Bunda abituriyentlar birinchi smenada 7:15 gacha, ikkinchi smenada esa 14:15 gacha o'zi uchun belgilangan o'ringa joylashgan bo'lishi lozim. Belgilangan vaqtdan kechikib kelgan abituriyentlar test sinoviga kiritilmaydi. Test sinovida abituriyentlarga 3 ta majburiy va 2 ta mutaxassislik fani bo'yicha jami 90 ta test topshirig'i va ularni ishlash uchun javoblar varaqasini to'ldirish bilan birga 3 soat vaqt beriladi. Binolar statsionar va 360 gradusga aylanuvchi video kuzatuv moslamalari bilan jihozlanadi hamda test sinovi jarayoni test2026.uz sayti orqali onlayn translyatsiya qilinadi. Sizga test sinovlarida muvaffaqiyat tilaymiz.